54-sigida topik 2 testlarida ko'pchilik qiyinlik uchun yozmay chiqadi. Agar siz ham shunday qilayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun sizlar bilan 54-sigida yozish bo'yicha bir necha usullarni ko'rib chiqamiz. Bilamizki, 54-sigida siz insho yozib berishingiz kerak bo'ladi berilgan mavzu bo'yicha. Odatda 54-sigida 5 xil savol usullari bor. Birinchi turdagisi demak anin moshinka degan savol bilan tugaydigan savollar. Bularni har bittasiga mana bu joyda misollar keltirilgan, qanday qilib javob yozish bo'yicha. Ikkinchi turdagi misollar iyunin voninin moshinka. Uchinchi turdagi savollar innin ve chunyanka. Misol cheningen palyon haningozin ve chunyanka. Avvalgi topik testlarda keltirilgan misollar va uni yozish qoidalari bo'yicha, qanday qilib yozish bo'yicha bir necha ko'rsatmalar berilgan va mana bu joydan boshlab editorning kirish qismiga qanday yozish kerak. Editorning kirish qismida asosan qaysi mavzular tushadi va mana shu mavzular bo'yicha tayyor shablonlar berilgan. Siz mana shu shunchaki mana shu shablonni o'rniga berilgan mavzuni qo'yish orqali ham 37-42 ball orasida ball to'plasangiz bo'ladi. Agarda mana shu shablonni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring va kanalga obuna bo'ling. Biz sizga mana shu shablonni jo'natib beramiz.